Ну, вообще, так или так? Okey. Yo'lga holda davom etamiz. Ну, всем привет. Va bugun gaplashadigan bir ajoyib mavzumiz bor. Кстати, этот новости тема sizlarga вообще этот классно вообще narsa. Man modda hali 1 yilni oshdi-da, 1 yilni oshibdi. Mikrofon oldim. И lampa oldim. Ishlatib oldim. Это главный narsalardan boshladik. No, qanday ishlatish to'g'risida aytadigan bo'lsam, hozir hammasini endi hozir o'rgandim, chunki olganimga то есть почти 1 oy bo'ldi shekilli da. 5-iyunida olgandim. Va bugun biroz mana tomog'im не то. И bugun прям четко mavzu haqida gaplashsak deb o'ylayman. Chunki bu mavzu biza прям мы должны, чтобы жить это все по правилам, да, вот. Hamma narsani to'g'ri qilib yashashga majburmizmi? Xato qilish haqida ya'ni. Biz odatda xato qilmaslikka harakat qilamiz. Xato qilmaslikka harakat qilib bizni komfort zonada yashaymiz a. Komfort zonadan chiqishimiz uchun biz xato qilishimiz kerak. Xato qilmaslikka o'rgangan odamlar sifatida komfort zonadan chiqish biz uchun как типа qo'rqinchli tush, qandaydir koshmarda вот. Mani hayotimda hozir biroz g'alati period. Man to'g'risini aytadigan bo'lsam, men o'zimni прям riskovать qiladigan, qo'rqmaydigan, hayotdan прям zavqlanib yashashga harakat qiladigan odam sifatida bilaman. Va bir vaqtda o'zida men hamma narsadan maksimal darajada foyda olishga harakat qilaman. Qanday? Ishda masalan, прям men uchun pul kelishga, finansiy taraflama okey. Birinchi kategoriya, что bo'lishi kerak bo'lgan narsa bu finansiy stabilность, да, вот. И потом keyingisi men u ishdan tashqari o'zimni реальный ish hayotimga, ya'ni вообще ish hayotim degan o'zim что miyam bilan ishlashga, qalbim bilan ishlashga, badanim bilan ishlashga vaqt ajrata olamanmi, yo'qmi? Eng glавныйsi shu bo'ladi. Undan keyin qaraydigan narsam, men ishda, ish jarayonida, ish sferasida ko'tarila olamanmi? Ya'ni mani ko'tara oladimi u ish? Mani rivojlantira oladimi qaysidir taraflama? Qandaydir taraflama opit beradimi? Да, любой ishda opit bor. Прям любой ishda. Masalan, men o'zim ishlaydigan soha bu ofitsiantkalik. Bunda тоже реальный opit bor. Menga bu soha juda ham ko'p narsalar o'rgatadi. Qanday odamlar bilan реально qanaqasi gap-so'z qilish kerak, odamlar реально nima xohlayapti, men прекрасно bilaman. Уже ular nima aytadi, как типа предлагать qilganingizda yuzdagi imo ishoralari, sizga qanaqa qarayotgani, qaysi xayolda qarayotgani ba'zida. Buni men qiz bola bo'lganim uchun прям tushunaman. Ko'p ishlaganim uchun odamlar qandayligini прям his qila olaman desam bo'ladi. Еще psixologligimni ham hisobga oladigan bo'lsa, да, это еще не психолог, но скоро буду. Shunaqa. Hozirgi periodimda men прям qaror qabul qilishga ikkilanadigan bo'lib qolganman. Ну, как типа o'ylayotgan narsam o'zimni прям hozirgi, ya'ni 2-3 kundan beri bo'layotgan jarayon haqida olman bu videoni. Bugun 6 или 5-iyul yozi o'rtasi va yilni yarmi va tug'ilgan kunimga где-то 4 oy, 5 oy qolgandir, может hisoblamadim va men 22 yo'li bo'laman va bu uchun то есть 22 bo'lish va moddiy narsalarga qaraganimda что erisha olmagan narsalarim ko'pligi uchun ba'zi o'zimni kritikacha qilaman. Lekin bu noto'g'rimi? Вот. Eng glавный savol. Biza qilayotgan ish qanchalik noto'g'ri? Aslida noto'g'ri degan narsani o'zi bormi? Вообще-то так-da. Noto'g'ri degan narsa o'zi bormi hayotimizda? Yo sen bu ishni noto'g'ri qilyapsan. Yo sen noto'g'ri narsa, noto'g'ri yo'nalishda o'qiyapsan, вот. Noto'g'ri odam bilan gaplashyapsan, noto'g'ri qiz bilan yuryapsan, noto'g'ri odamga turmushga chiqyapsan. Bolalaringni noto'g'ri tarbiyalayapsan. Вообще так noto'g'ri degan narsa o'zi bormi? Savol. Meni fikrimcha noto'g'ri degan narsani o'zi yo'q. Bu biza bo'lgan, ya'ni как типа aqliy taraflama bo'lgan narsalarimiz. Aslida noto'g'ri, to'g'ri, yaxshi, yomon degan narsani o'zi umuman yo'q. Chunki olib qaraydigan bo'lsak, noto'g'ri narsa qaysidir tarafdan aylantirib qaraganingizda to'g'ri ko'rsatiladi. Yaxshi narsa qaysidir taraflama olganingizda noto'g'ri bo'ladi. Yomon narsa qaysidir tarafdan olganingizda yaxshi bo'ladi.
Bu hammani мировоззренияsi, dunyoqarashi, fikrlashi вообще qabul qilishiga bog'liq. Eng quvonchlilardan bittasi, masalan, man 22ga to'ldim, что 22ga to'lyapman, но hali mana uyim yo'q. Собственный, вот ota-onam uyi bor, okey, это не без проблем. Man u yerda yashay olamanmi? Da, yashay olaman. Xohlaganimcha yashay olamanmi? Da, xohlaganimcha yashay olaman. Hech kim mani uydan quvib chiqarmaydi. Lekin o'zimizdagi qo'ygan talablarimizdan bittasi, manimcha, ko'pchilik qizlarda bo'lsa kerak, даже ko'pchilik bolalarda bo'lsa kerak, buni aytmagan taqdirda ham ular hamma o'zini uyi bo'lishini xohlaydi. Man noto'g'ri ish qilolmam, что 22ga to'lib, haliyam uyalmaganim bu noto'g'ri ish qilganimmi. Или 22gacha qilgan ishlarim, 22 yoshgacha qilgan ishlarim, sarflagan pullarim hammasini man noto'g'ri sarflaganmanmi? Чтобы это uy olmaganligim uchun. Albatta yo'q. Chunki boshqa tarafdan qaraydigan bo'lsak, man boshqa narsalarga sarflaganman pulni. O'qishimga, universitetimga, или может balki o'zimga qanaqadir investitsiyalar, kitoblar и так далее, qanaqadir kurslar, или qaysidir davlatga borish. Qaysidir davlatga borayotganingizda ham что sizda qanaqadir minimal summa bo'lishi kerak, lekin man hammasini boshqa davlatga ketganimda noldan boshlaganman. Какой nomga e'tibor bermaysizlar. Sindirib qo'ydim. Ну, короче, это еще, как надо сказать. И shu narsa man o'ylayapman hozir. Chunki прям реально важный narsa haqida qaror qabul qilyapman. To'g'risi, hech kimdan man fikr olmayman va kamdan kam kimdandir maslahat so'rayman-da. Mani ustozim bor, Zopa. Assalomu alaykum. Если agar ular eshitayotgan bo'lsalar bu yerda, ulardan so'rash mumkin. Boshqa odamlardan manimcha man maslahat so'ramayman. Hech kimdan даже. Mani qanaqadir podrugalarim yo'q. Man buni qanaqadir жертва obrazda aytayotganim yo'qman, конечно. Просто man hali qanaqadir o'zimga o'xshagan, o'zimni auramdagi, o'zimni energiyamga mos bo'lgan qizni topaganim yo'qman. Chunki man boshqa mani tanishlarim ko'p. Man прям odamlar bilan, qizlar bilan такой kelishib ketadigan odamman. Bunda odamlar bilan kelishish bo'yicha menda вообще problema yo'q. Lekin tanish bilan прям podrugani farqi bor. No, это не важно. Bu yerda ham man noto'g'ri qolmanmi? Yo'q, albatta. Chunki kimdadir qanaqadir kompaniyalar bor. Kompaniya это guruh, ya'ni как общаться qiladigan o'rtoqlar, qanaqadir bir joyga borishadi, aylanib qanaqadir kafeshkalar, restoranlar, parklar, tuda-shuda, piknik, короче, ular shunaqa narsalar qilishadi. Man, no, sorry, man unaqa narsalar qilmayman. Menga biroz bu narsalar qiziq emas, to'g'risi. O'shaning uchun hammamizni o'zimizga yarasha prinsipimiz bor, qoidamiz bor. Hammamiz har xil narsalarni yaxshi ko'ramiz, yomon ko'ramiz. Mировоззренияmiz har xil. Даже bir uyda tug'ilib o'sgan taqdirimizda ham bitta qorni tushgan taqdirimizda ham bizani fikrlarimiz, dunyoqarashimiz va hammasi boshqa bo'ladi. O'shaning uchun kimdir bilan solishtirish degan narsa bu yerda ham asosiy mavzulardan bittasi bo'lib ketadi. O'shaning uchun biz o'zimizni birovlar bilan solishtirishimiz не стоит. И еще что я хочу сказать. Yaxshi va yomonga keladigan bo'lsak. Ну, окей. Давайте olamiz hammasidan главныйsi тренировка. Bu juda ham yaxshi. Прям zo'r. Tanamizga e'tibor berishimiz, или o'zimizning sog'lig'imizga e'tibor berishimiz, qanaqadir qaysidir taraflar man bilmaydigan taraflar вообще. I'm sorry. Ну, короче, такие слова. Lekin buni yomon tarafi nima? Если agar biz noto'g'ri qiladigan bo'lsak, buni bizning sog'lig'imizga jiddiy ta'sir ko'rsatishi. Masalan, например, grijja, men unaqa kasallikning nomini прям bilmayman, to'g'risini aytadigan bo'lsam. To'g'risi ularga qiziqmayman, chunki как mani по моему мнению, что если agar men ularni biladigan bo'lsam, как meni hayotimga kirib keladiganlik. Shuning uchun men ужасный narsalarni eshitishni, ko'rishni, bilishni xohlamayman va bularni kimdir menga aytayotgan bo'lsa, men даже I'm sorry, bu tema menga интересно emas deb aytolmayman. Shunaqa. Qaysidir qayerda bir sindirishi mumkin, или qaysidir suyak nimadir chiqishi mumkin, или bu qaysidir jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bu yomon tarafi. Если agar biz yomon tarafidan qo'rqib, yaxshi tarafini ko'rmaydigan bo'lsak, to'g'ri qilmaydigan bo'lsak. Aslida biz hozir прям omadli, прям четко davrda yashayapmiz. Gen Z avlodi, ya'ni biz avlodimiz. Men masalan bu davrda tug'ilganim uchun men o'zimni прям omadli deb hisoblayman. Chunki men o'rganmoqchi bo'lgan любой informatsiyamni через telefon orqali bemalol ko'ra olaman, o'rgana olaman. Ну, может, например, masalan,
hamma narsa bizga shunchalik tayyor qilib berib qo'yilgan. Reально. Через internet orqali hamma narsani qila olamiz, o'rgana olamiz, qayerda nima bo'lyapti bila olamiz. И bu bizani ancha ishimizni yengillashtiradi. Например, masalan, til o'rganayotgan jarayonimizda bu bizani jarayonimizni, protsessimizni bir necha barobarga tezlashtirib beradi. Ya'ni men to'g'risi men hisoblash bilmayman necha barobarga, lekin prям nechadir barobarga tezlashtirib beradi. Siz прям savollarni yozib o'tirmaysiz, quizletlar boshlaydi, flashcards и так далее, и так далее. Ularni siz bemalol ishlata olishingiz mumkin. Ну да, еще что я хочу сказать, вот. No, lekin bu narsa yaxshi bo'lgan tarafi bilan bir tarafdan yomon tarafi ham bor. Buni ko'pchilik yaxshi bilishi kerak. Например, Instagram. Instagram bizani shunchalik ko'p vaqtimizni olyapti. Ya'ni men nima desam bo'ladi, bu to'g'risi aytadigan bo'lsa, achib ketganman, o'zini gapirishni xohlayman. Chunki hamma biladi bu narsani. И разные reklamalar, что bizani fokusimizdan bo'ladi, qandaydir уведомлениялар bor. Instagramdan, Telegramdan, еще WhatsApp и так далее, и так далее. Social mediadan kelayotgan narsalar bizani diqqatimizdan bo'ladi. Diqqatimizni bo'lgandan keyin biz u diqqatni tiklashimiz uchun nechadir daqiqa sarflashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu biroz neyrobiologiyada men biroz qiziqaman, lekin prям sho'ng'ib ketganim yo'q, lekin juda ham xohlayman miyamizda qanaqa ishlashini o'rganishni. Если qanaqadir новая информация bo'lsa, men конечно videoda gapiraman buni. Ну, короче, такие слова. Aslida biz главный mavzumiz noto'g'ri или to'g'ri degan narsa. Yo'q, chunki biz noto'g'ri qilgan ishimizdan ham bir qanaqadir o'zimizga foydali bo'lgan nimanidir o'rganamiz. Ну да, это bu 100 talik. Что bor siz, например, masalan, men boshqa davlatda ishlab ko'rmoqchiman. Hech ham bormagan davlatimda. Prям hech ham bormagan davlatda ishlab ko'rmoqchiman. Lekin men qanaqaligini bilmayman. Shartlar qanaqaligini, sharoit qanaqaligini, o'tdagi odamlar qanaqaligini, prям kontraktda real hamma narsa aniq tuzilganmi yo'qmi? Men buni bilmayman. Bilish xohlaymanmi-da. Buni qanday bila olaman? Men faqat o'tga borganimdan keyin, o'tda yashab ko'rganimdan keyin, o'tda odamlar bilan gaplashganimdan keyin, o'tda вообще так sharoitida yurib ko'rganimdan keyin, havosidan nafas olganimdan keyin, потом menga to'g'ri keladimi yo'qmi, shuni men keyin tushunib yetaman. Sizga kimdir kelib turib aytishi mumkin. No. Sen o'tga borma. Yo'q. Nega? Chunki sen o'tga boradigan bo'lsang, tudu bunaqa minuslari bor. No, если agar uni minuslar sizga plus bo'lsa-chi? Вот, например. Uni minuslar sizga plus bo'lsa. Axir u odam bilan bir xil emassiz-ku. Biz ko'pincha nima desam bo'ladi? Odamlardan maslahat so'raymiz, даже ular ishlasini bilmasa ham. Hech qachon chet elga chiqmagan odamdan men maslahat to'g'risi so'ramayman. Hech qachon. Chunki boshqa davlatga chiqib kelmagan odam men his qilgan narsalarni prям his qila olmaydi. To'g'ri, men prям his qilgan narsalarni ular his qila olmaydi. No, как типа qanaqadir connection bor, ya'ni связь bor, чтобы u biladi, да, вот chet elga chiqqan odam qanaqa hayajonlanishi, qanaqa yo'l tutishi, aeroportdan chiqqandan keyin birinchi turib nima qilishi, aeroportda prям tushgandan keyin bagajni qanaqasiga topish, aeroportdan qanaqa yo'l topish, hammasi bu prям nima desam bo'ladi, o'xshash problemalar bo'lgani uchun men shu tanlovni tanlayman. Shunaqa. O'shaning uchun может mana dugonalarim o'tirda chet elga chiqqan juda ham ko'p tanishlarim bor meni. Например, masalan, Ankarada ishlagan vaqtim Ankaradagi dugonalarim, hozirgilar, еще Moskvada bo'lganimda boshqa разный davlatlardan bo'lgan odamlar men juda ko'p ko'rganman. No, это не важно. Shunaqa. Maslahatim noto'g'ri или to'g'ri emasda, bu menga nimani o'rgatadi? Men realni xohlayapmanmi shu narsani yo'qmi? No, если agar bizga minus bo'lgan taqdirda, masalan, aytdim, o'tga bordim, men boshqa davlatga bordim, lekin yoqmadi menga. No, menda har doim orqaga qaytish imkoni bor. Bizda har doim nima desam bo'ladi, orqaga ketish imkoni bo'ladi. Komfort zonamizga yana qaytadan yopilib olish imkoni bo'ladi. Но bitta fishka, feedback, как сказать, я не знаю, но все равно. Komfort zonadan bir marta chiqqaningizdan keyin siz u komfort zonaga qaytib kirgingiz kelmaydi. Прямо вообще невозможно bu. Chunki tasavvur qiling, что har kuni bitta ovqat beryapti-da, siz прямо bitta ovqat yeyishga majbursiz-da, как? Ya'ni siz nima boshqa ovqat попробовать qilib ko'rishdan qo'rqdingiz, risk olishdan qo'rqdingiz-da, tanlamasdan yurdingiz, и потом bir kuni majbur bo'lyapsiz-da, shu ovqat yeyishga. Chunki odatda hayot bizani majbur qiladi komfort zonamizdan chiqishga. Если agar odam o'zi xohlab chiqmasa. No, если bunda ham bizga hayot kulib boqqanidek gap. Chunki hammani ham komfort zonasidan chiqarmaydi. Bilasizmi, hayot kimlarni yiqitadi? Yana qaytadan oyoqqa tura oladiganlarni yiqitadi. Hech qachon tizzalab yurayotgan,
yiqilishdan qo'rqadigan, qo'pol emaklayotgan odamlar hech qachon yiqitmaydi hayot. Chunki ular biladi, qaytadan tura olmaydi. O'shaning uchun esa agar biz uni hayot realniy qanaqadir yiqitayotgan bo'lsa, nimadir o'rgatayotgan bo'lsa, demak bizani peshonamizda real yaltiragan odammiz. Shunaqa. Yani aytmoqchi bo'lganim bu videodan maqsad noto'g'ri ili to'g'ri, yaxshi ili yomon emasda. Men buni oldin qilib ko'rganmanmi? Qilib ko'rmoqchimanmi? Realni qilmoqchimanmi? Men xohlayapmanmi, yo'qmi? Glaniy savollari shu bo'lsin. Glaniy savollaringiz menimcha shular yetadi o'zi. Shunaqa. Bizga не важно, что siz dunyoyingizda, sizni olamingizda, sizni miyangizda, sizni qalbingizda bitta siz borsiz. Boshqa hech kim yo'q. Glaniy nima desam bo'ladi? Hech kim sizga yordam bermagandek, hech kim sizni to'xtatib ham qololmaydi. Agar siz ruxsat bermasangiz bunga, конечно. Hech qachon hech kimga ruxsat bermang. Как siz oyog'ingizni ushlab qolishga. Даже dugonalaringizga, может, partnyoringizga. Вообще-то hech kimga. Chunki bu hayotga keldik. Okey. Biz endi bu hayotda yashashga majburmiz va demakki biz bu hayotni prямо o'zimizning idealimizdek yashashga majburmiz. Why not? Nimaga yo'q? Xohlayapsizmi, qiling, boring, yangi narsalarni qilib ko'ring, что qanaqa kiyingingiz kelyapti. Прям такой kiyingingiz kelyaptimi? Uni ahamiyati yo'q, qizlar. Sababi yo'q, прямо четко ko'ngillarni kiyinglar. Uni ahamiyati yo'q, siz qayerga boryapsiz. Прямо aytishadi, что har kuni dushmaningni ko'radigandan keyin deyishadi-yu. Makiyaj qilish. Mani perspektivimda oldin mani xarakterim biroz boshqa deyishadi, что kiyimlarga, makiyajlarga boshqacha. Bunaqa прям hozir ozgina o'zgardim. Shunaqa, яркий makiyajlar, прям такой kiyimlar, kabuk, и sochimizni прям такой qilishimiz. Noodatiy, nostandart, ya'ni как maksimal darajada qilishimiz mumkin. Chunki bularni qachon kiyamiz biz? Qachon прям такой kiymoqchimiz? Qachon прям яркий makiyaj qilmoqchimiz? Qachon прям bilmadim, yana qanaqadir narsalar bor. Nima qachon qilmoqchilar uni orqaga surayotgan narsalar, например. Qachon? Или qanaqadir to'y bo'lgandami, или qanaqadir o'tirish bo'lgandami, или qaysidir ta'tilga borganinglardami? Nimaga endi hozir emas savol? Yani bilmadim, har bitta odam orqaga surayotgan narsasini qarab shu savolni berish kerak. Nimaga hozir emas? Nimaga hozir emas? Why not? Nimaga hozir qilishimiz kerak emas? Например. Chunki to'yga borganingizda ham, o'tirishga borganingizda ham aytasiz o'zingiz, voy, men bu ko'ylakni kiysam juda bogatida, вот этот, или juda nima qanaqadir boshqacha ko'rinyapti. Yo, men uyalaman unaqa kiyinishga. Niyat hammani ko'zi menda bo'ladi. Yo'q. Ko'zi bo'lsa sizda nima qilibdi? Например, o'zingiz uchun kiyining, прям aytishadi, что qizlar, men o'zim uchun makiyaj qilaman. Давайте o'zimiz uchun kiyinish boshlaymiz, o'zimiz uchun hammasi. Nima qilayotgan bo'lsak hammasi, ya'ni. Прям hamma прям 100dan 100, ya'ni 100dan 1000tasi может hammasi o'zimiz uchun qilaylik. O'qishimizda, ishimizda, tirnoqlarimizda, qarashimizda, даже reels ko'rishimizda, istoriya qo'yishimizda. Chunki hayotimizda glaniy odammiz. Hamma narsaga qaror biz o'zimiz qaror qabul qilamiz. Agar bizga bu yaxshi bo'ladigan bo'lsa, ahamiyati yo'q dunyo uchun yomon bo'lishini. Agar bu bizga noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, dunyo uchun to'g'ri bo'lishi bizga umuman ahamiyatsiz. Главныйsi qo'rqmaslik kerak. O'zimizning ichki ovozimizni eshitishimiz kerak. Да. Menimcha примерно 20 minut, adashmasam это хватит. Chunki men juda ham ko'p minut olgim kelmayapti, to'g'risini aytgan bo'lsam. Всем пока. Bye.